Omelar, assalomu alaykum. 2026-yil 1-fevral kuni mana smenlarni boshlayapmiz. Soatimiz 4 bo'lyapti. Havo zo'r bugun. Amir Temur ko'chasida smenni oldim, Aleskida. Ham soatligizdan ham taniganlar bor. Yog'i endi mana Xinkali Orient Institut, Aleski bozor. Official Roadside shkolalari. Havo yaxshi bo'lgani uchun obzor ko'proq oldim bugun. O'zimizning legendarni mana bugun remontdan chiqdik. Gulshitildagi remontlari bor, ishlarini qilib. Sal mo'kam qilish kerak. Sekin ishlarni boshlab oldik. Kirligiga e'tibor bermaymiz. Hammaga yaxshi kayfiyat, kuzatishda davom etinglar. Yangi videolarni joylashtirib davom etaman mana. Hammaga rahmat.